Assalomu alaykum hammaga. Mana kechagi skryuti bitlar bilan Prayome kod deydi-yu buni. Baland 2.15 edi. Mana shunaqa qilib qo'yib yubordim. Skryuti bitlar bilan bu alyumin kromkali ishi. Bitgan holat. Svet yo'q koridorda. Nimada svet yo'q? Kameraniki. Hozir. Akkumulyator zaryadni ozgina. Ichki tomoni ko'rinyaptimi? Qanday ko'rinyapti? Yaxshi ko'rinmayapti-da. Mana endi ko'rinyapti. Mana shunaqa qilib yopib berdi. Standart ishi 2 metrlik. Endi yana bitta eshigimiz ochilib yopilishlari. Zazor yo'q, hech qanaqa loft. Bu eshigimizni magnit stopper qo'yib berganmiz. Qoldi. Qo'lini tortdilar. Ishlashi magnit stopper ko'rinadimikan? Tortib oldi. Ko'tarildi. Tortib oldi. Ko'tarildi. Tortdi. Nalichniklarimiz uzunligi yetmaydi. Yetmagani uchun tayini mana ko'rinib turibdi. Chiziqcha. Bu yerga yana kelamiz. MDF printer qo'ygani kelamiz. Chang ishlab bitgandan keyin zamasga qo'yamiz. Iloji yo'q bo'lmasa yetkazib bo'lmadi bunga. Bu ishimiz ham shunaqa. Mana oldi tomondan mana stik 2 sm ulaganmiz. Nalichnikning o'zi balandligi 2.15 ekan. 2 sm uladi. 2.17 ga bordi. Bu xonada ham magnit stopper qo'yganmiz. Savollarimiz mana chiqdi. Bitta ham ulaganmiz mana. Nalichnik ham ulangan. Dabor 7 sm ulandi. Sababi dabor standart o'zi balandligi 2.7 bo'ladi. Ulanmas, iloji yo'q. Shuna ishlar. Shunaqa gaplar. Bitirib oldik. Kecha boshlaganmiz, bugun tugatdik. Mayda-chuyda ishlari bo'lgani uchun hozir o'zi obed bo'ldi. 10 da kelganmiz. Soat ishlabmiz-da. Soat ishlabmiz. Kecha obedga yaqin keldik. Mayda-chuyda ishlar bo'lmaganda qo'shimcha ertaroq bitirib ketardik. Kecha ko'rmay qoldik. Bu yerda bir klonkaga qo'yganman. Shipirib qo'yganmiz. O'zimizni to'zitgan joylar hamma yoqda tozalab qo'ydik. Ishi 15-20 kilo og'irligi, ikkita petlar, skryuti petlar bemalol ko'taradi. Buni og'ir ishi emas bu. O'zi bitta oshig'i 20 kilo, 30 kilo shunaqa ko'taradi.
bittasi bemalol ancha xizmat qiladi, xudo xohlasa. Assalomu alaykum hammaga.